Ushbu video darsida sizlar bilan zararlilarni kamaytirib, foydalarni esa oshiruvchi risk menejmentning eng zo'r strategiyasini o'rgataman. Qani boshladik. Oldin tanishib oladigan bo'lsak, meni ismim Hojiakbar, familiyam Hikmatjonov. Trading sohasi bilan deyarli 5 yildan beri shug'ullanib kelaman. Agarda kanalda yangi bo'ladigan bo'lsanglar, обязательно подписка bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa bundan ham foydali videolar hali oldinda. Biz любой bitta strategiyadan foydalanayotgan paytimizda har doim birinchi ishni shu analiz qilishdan boshlaymiz, ya'ni katta time frame da. Birinchi bir kunlik grafikda biz yevro dollarni analiz qilyapmiz. Qilganimizdan keyin biz kuchli o'sha resistance darajasini belgilab oldik, zonasini. Mana o'sha bizlarga kuchli resistance darajasi. Endi buni biz sal kichkina time frame o'tkazamiz. Misol uchun 4 soatlik time frame. 4 soatli time frame ga oladigan bo'lsak, biz birinchi mana shu zonaga yetib kelgandan keyin pozitsiya ochadigan bo'lsak, mana shu joydan sell uchun stop lossimiz taxminan 40 pips atrofida bo'lyapti. Endi tasavvur qilamiz, biz bir lot сделкаga kirdik mana shu nuqtadan. Ya'ni bir lot. Va bizning stop lossimiz 40 pips bo'lganidan keyin bizda agar stop ishlaydigan bo'lsa, mana shu teparoqda bizda 400 dollar stop bo'ladi. Sell 400 dollar bo'ladi. Chunki bizda stopimiz 40 pip va ochayotgan lotimiz 1 lot. Endi biz bu joydan 1 lot emas, balki lotimizni bo'lib olib 4 taga yoki 5 taga mana shu zonani oralig'ida yoyib yuborishimiz mumkin. Ya'ni 0.25 dan ochishimiz mumkin biz 4 ta. Misol birinchi 0.25 ochdik, bizda 40 pip stop loss oldi. Bizda birinchi stop lossimiz 100 dollar bo'ladi. To'g'rimi? Endi biz bundan xuddi shunaqadan 4 ta ochamiz. Mana shu zonaning ichida yoyib yuboramiz. O'sha bizda ikkinchisini stop lossi sal kamroq bo'ladi, ya'ni 75 dollar bo'ladi. Itak, uchinchisi ham xuddi shunaqa teparoq 10 pip surilgan hisobiga hammasini stopi ozgina bizda surilib teparoq bo'lib ketaveradi. Va natijada birinchi bizlarga stop demak 100 dollar bo'lyapti, ikkinchisi bizda 75 dollar, uchinchisi bo'lyapti 50 va oxirgisi bo'lyapti bizda 25 dollar. Demak, biz общий hisoblaydigan bo'lsak, agarda bizda 0.25 dan 4 ta ochadigan bo'lsak, ishlaydigan stop lossimiz bizda 250 dollar bo'ladi. Aynan 40 pips uchun. Mana shu zonaning ichida 0.25 dan biz 1 lot o'rniga 4 ta ochyapmiz va bizlarga stop loss 250 dollar bo'lyapti agar 40 pips bo'lsa. Bunda biz stop lossdan ikki xil holatda foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bu stop loss emas, mana shu strategiyadan. Ya'ni birinchisi biz riskimizni kamaytirish. Ya'ni xuddi shunaqa bo'lib olish orqali biz bu joyda 400 emasda, o'sha 250 stop olyapmiz. Stopimiz bizda 400 bo'lmayapti-da, 250 dollar bo'lyapti. Endi bu birinchi varianti. Bizda lot o'sha yoyish hisobiga riskni kamaytirishimiz. Ikkinchi varianti bor, biz stop lossimizni undan ham teparoqqa surishimiz mumkin va SL 400 gacha qoldirishimiz mumkin. Ya'ni bizda mana bu joyda 40 pip stop olsak, bizda 250 dollar stop bo'lyapti va biz bu holatda bir lot ochganimiz hisobiga 15 pips teparoqqa stop loss qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni boygi riskga qilish uchun, 400 dollar qilish uchun. Ko'pchilik agar bilsanglar, trade qilayotgan paytida stop lossni bozor olib, keyin ketib qoladi deb qo'rqadi-yu. Aynan shunaqa qo'rqadigan insonlar uchun teparoqqa surish imkoniyati bor yoki o'sha uverinman, mana shu yoqqa kelmasdan qaytaradi desanglar, risk kamaytirishingiz ham mumkin. Endi bu holatda tasavvur qilamiz, biz 100 pips take profit oldik va bizlar o'sha 1 lot ochganimizda, 1 lot ochsak, bizda 100 pip takeimiz 1000 dollar bo'ladi. Endi biz lotni bo'lib ochganimizning hisobiga bizda take profit ham kattalashadi. Qaranglar, birinchi take profitimiz bizda 250 dollar bo'ladi. Chunki 0.25 bizda lotimiz, foydamiz 100 pips. Ikkinchisi bo'ladi bizda o'sha 275 dollar bo'ladi. Chunki 10 pips teparoqdan kirilgan u. O'sha undan keyingisi undan ham 10 pip tepadi, ya'ni 300 bo'ladi. Va bizda oxirgisi bo'ladi 325 dollar eng tepadan kirgan сделкamiz. Va biz bunaqa holatda o'sha yoyib kiradigan bo'lsak, lotlarimizni, bizning foydamiz o'sha 100 pip foyda olganimizda 1150 dollar bo'ladi. Bizda e'tibor bersanglar, bu strategiyadan to'g'ri foydalansanglar, foydalar ham kattalashyapti, ya'ni 1000 emas, 1150 bo'lyapti. Agar bizda stop loss ishlaydigan bo'lsa ham, stop lossimiz o'sha bizda 400 emas, shu nuqtada 250 bo'lyapti. O'kida yana stop lossimizdan 15 pip surish imkoniyati bor. Ya'ni biz 40 pipga emas, 55 pipga stop qo'yib, biz o'sha stopni olishimiz mumkin 400. Endi bu strategiya har doim ham ishlaydimi? Yo'q, har doim ham ishlab bermasligi mumkin. Nimaga?
bizning narximizda to'liq o'sha 40 pips zonamizni har doim to'ldirmasdan qaytishi ham mumkin. Ya'ni kirishi mumkin 10 pip, 20 pip yurib, keyin pastga qayta olishi ham mumkin. Unaqa holatda nima qilamiz? Unaqa holatda narxni o'sha tasdiq qilib, razvorot berishi bilan biz kirmagan lotimizni dalcha o'sha ketayotgan tarafiga qarab qo'shib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu holatda ham o'sha stop lossni обязательно qo'yib, risk hisoblab turib, keyin pozitsiya ochishimiz kerak. Lekin bizda mana shunday xuddi shunaqa to'liq to'ldirib, keyin qaytargan bo'lsa, ko'rib turganingizdek bizda stop lossimiz ham kam bo'lyapti. Bozorda olib chiqib ketadigan foydamiz sezilarli darajada kattaroq bo'lyapti. Agarda sizda analiz qilishda qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, meni ochiq Telegram kanalim bor. Bemalol o'tib, kunlik analizda signal lotni berib boriladi. Tilida kamroq, ko'proq valyuta paralarida bo'ladi. Bemalol o'tib foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari haftalik live'lar ham bo'ladi. Ya'ni bozorni birga analiz qilib, birga savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu kommentariyada linkini yozib qoldiraman yoki-da username mana shu chiqib keladi. Bemalol yozib Telegramda obuna bo'lsanglar bo'ladi. Yoki-da boya aytgan ikkinchi variantim, ya'ni riskingizni kamaytirishingiz mumkin bo'ladi eng kamida. Albatta bu narsani biz o'sha lotlarni yoyib kirishi o'zimizni balansdan kelib chiqqan holatda risk menejmentga amal qilib qilishimiz kerak. Misol men hozir bir lotni ko'rib chiqdik. Agarda siz masalan balansingiz kamroq bo'lib 0.20 сделка ochmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ochishingiz mumkin 0.05 dan 4 ta. Yoki-da 0.04 dan 5 ta ochishingiz mumkin. Agar sizda balans undan ham kamroq bo'lib 0.10 сделка ochmoqchi bo'lsangiz, siz 0.02 dan 5 ta ochishingiz mumkin. Yoki 0.03 dan 3 ta ochib, keyin bitta qo'shishingiz mumkin yana. Itak xuddi shunga o'xshab buni bo'lib kirishi anulari ko'p, variantlari ko'p. Bu narsani albatta o'zingiz tanlaysiz, balansingizdan kelib chiqqan holatda. Agarda risk menejmentni bilmaydigan bo'lsangiz, bundan oldingisida men video darslik qilganman, tepada link chiqib keladi. Bemalol o'tib, oldin risk menejmentni o'rganib, undan keyingina bu lotni yoyib kirish strategiyasidan foydalansangiz bo'ladi. Lekin effektivlikda 100%, ya'ni agarda zona to'liq bizlarga to'ldirib keyin qaytib beradigan bo'lsa, konkretno mana matematik hisoblab chiqamiz biz. Lotni yoyib kirganimiz hisobiga bizlar stopimiz kamayyapti, take profitimiz kattalashyapti. Nimaga? Chunki biz har bitta zilkani sal teparoq kirganimizning hisobiga. 10 pipsdan bo'lgan taqdirda ham bizda oxirida tepa urilgan holatda bizda o'sha $150 bir lotdan ko'ra kattaroq foydali chiqamiz va riskimiz ham bu holatda bizda 400 emas, balki $250 ga teng bo'lyapti. Albatta bu strategiyadan o'zingizlarni balansingizdan kelib chiqqan holatda foydalaning. Ya'ni oldin risk menejmentni o'rganib, necha lot ochishingiz mumkin, necha o'shanda qancha zarar qilasiz balansingizdan, necha foiz zarar qilasiz, shularni to'liq hisoblab bo'lib, keyingina lotni yoyib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Bizda glavnisi stop loss o'zgarmasligi kerak, o'sha narxda qolishi kerak yoki-da o'sha boshidagi belgilagan summamizgacha ham surishimiz mumkin. Maksimum holatda uzoq bilan stop loss suraman desangiz, maksimum o'sha 400 gacha ham, ya'ni 15 pips bizning holatda teparoqga surishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu siz ishlayotgan paraga обязательно bog'liq. Qaysidir paralar bor bilasizlar kamroq yuradi. Ya'ni 100 pip yurganiga konkretno 0.01 ochadigan bo'lsangiz, misol $10 foyda bermaydi. Undan ko'ra kamroq beradi. Yoki-da undan ko'ra ko'proq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham albatta o'zingiz ishlayotgan instrumentga qarab turib, bu strategiyadan foydalansanglar bo'ladi. Foydalanib ko'rib, обязательно kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Strategiyadan foydalanib ko'rib, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hammani kutib qolaman. Hammaga omad.